İsmoil Haqqi afandi, G'olib afandi sizni biz bilan do'stlashtirdi. Do'stligimizga ishonasizmi? Bu nima deganingiz hukmdorim? Albatta ishonamiz. Mayli. Kun kelib bizdan xafa bo'lasiz. Xato qildi deb o'ylaysiz. Shunda ham do'stligimizga ishonasizmi? Hukmdorim, hammadan ko'ra kim bilan do'st bo'lishni istaysiz? Alloh taolo bilan. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa hazratlari bilan sallallohu alayhi va sallam. Hazrati Qur'oni azimushshon bilan. Sodiqlar va siddiqlar bilan. Muhsinlar bilan do'st bo'lishni istayman. Bizni Allohning haqiqatlariga chaqirganlar bilan do'st bo'lishni istayman. Hukmdorim, siz ular bilan do'st bo'lishni istar ekansiz, men sizning do'stligingizga xiyonat qilarmidim? Rahmat, Ismoil Haqqi afandi. Unday bo'lsa, sizdan bir muhim vazifa so'rayman. Buyuring, hukmdorim.